Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari 24 noyabrdan boshlab BDTning 14 navbatlik savdo va kishilik huquq munbiri yig'iniga qatnashib, Uyg'ur masalasini kun tartibga ekilish uchun Janvatga bir haftalik faoliyatini boshlagan. Navbatda Shvetsariyaning Janva shahriga joylashgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 14 navbatlik savdo va kishilik huquq munbiri ichilayotgan bo'lib, 24 noyabrdan boshlab Dunyo Uyg'ur qurultiyidan qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin, qurultayning sobiq raisi va Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa, qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin, qurultay ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas va Uyg'ur tadqiqot institutining direktori Abdukim Idrislar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 14 navbatlik savdo va kishilik huquq munbiriga qatnashib, Uyg'ur masalasini kun tartibga ekilish uchun Janvatga bir haftalik faoliyatini boshlagan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining savdo va kishilik huquq munbiri dunyodagi kun sari kuchayayotgan kishilik huquq krizislari, savdo sohasining bu krizislar ichida kishilik huquqni qo'g'dash va uning hurmat qilish majburiyatlarini ado qilishi va ziyonkashlikka uchrayotgan xalqlar uchun chora tepish, dunyodagi siyosiy jiddiylik, tengsizliklar, yuz berayotgan urushlar, raqamli dunyoda bexatarlik, muhitning buzilishi qatorliq dunyoviy temalar haqida muhokama olib boradi. Krizis va o'zgarishlar davrida kishilik huquq va savdo sohasidagi tangponglikni saqlash haqidagi bu minbarda mavjud masalalarni hal qilishning chora-tadbirlari ustida izlanib, muhim mazmunlar muzokara qilindi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi hay'ati bu yig'in jarayonida Xitoyning Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini fosh qilib, dunyo jamoatining diqqatini Xitoyning qirg'inchiligiga uchrab yo'qolish tahdidiga duch kelayotgan Uyg'ur xalqiga tortish, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va a'zo davlatlarni bu masalaga qarata jiddiy tadbirlar ilib, bu irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishga chaqiriq qilish bilan birga, har qaysi davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi elchilari bilan ayrim-ayrim uchrashib, Uyg'ur masalasini kun tartibga ekilish uchun lobby faoliyatlari ilib boradi. Shvetsariyadagi Tibetga nazar jurnalida Dunyo Uyg'ur qurultiyi ekologiya komiteti Xitoydagi erkak nopusining tez suratda eshishi, Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatining asosli sabablaridan biri degan temada maqola e'lon qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ekologiya komitetining mudiri doktor Gulmira Bardosh xonimning qalamida yozilgan bu maqolada Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatining ostiga yoshiringan Xitoy millatidagi erlar nopusining eshib ketishi, buning Uyg'urlarga va dunyoga elib keladigan tahdid haqida eng yangi fikrlar va dalil isbot bilan ta'kidlab, Xitoyning Kongzi ideyasini asos qilgan feodallik ideyasi, qizlar xor, o'limga loyiq ideyasining jinoyatlari, Xitoyning o'g'il aziz ideyasining oqibati, Xitoydagi erkak nopusi, erboytoqlar va uylanish krizisini tonishtirib, buning Uyg'ur xalqini nishon qilgan siyosiy to'ylishish, Xitoyning Sharq Turkistondagi erlarni yo'qotish qariniyati, Uyg'ur xonim qizlarimizni Xitoy bilan to'ylashishga majburlash hilasi, Xitoy erlarini bu siyosiy to'ylashishga istixiyalik yetaklash hilasi qatorliqlarni tafsiliy o'ttirib qo'ygan. Doktor Gulmira Bardosh xonim bu maqolada yana Xitoy kommunist hokimiyatining vatanimizdagi erlarni tutqun qilib yo'qotishi, Uyg'ur farzandlarini xitoylish tarbiyasi va assimilyatsiyaga bo'g'ishi, boytoq Xitoy erlarini vatanimizga yerlashtirishi va Uyg'urlar bilan to'ylashishga yetaklashi, Uyg'ur xonim qizlarimizni Xitoylar bilan to'y qilishga majburlash orqali vatanimizda shalg'ut, ya'ni xitoylashgan yangi naslni barpo qilish suiqasdi qatorliqlar haqida tafsiliy to'xtalib, Xitoy hukumatining niyatining vatanimizni dunyodagi eng cho'ng usti ochiq turmaga aylantirib, Uyg'urlarni qo'l va dedak qilib yo'qotish, Sharq Turkistonni xaritadan, tarix betidan o'chirib tashlab, butunlay xitoylashgan yangi atalmish Xinjiangni dunyoga bozorga silishdan iborat ekanligini o'ttirib qo'ygan. Shvetsariyada nashr qilinadigan va shvetsariyalik tahrirlar tarafidan chiqariladigan Tibetga nazar, ya'ni Tibet Fox jurnali nemis tilida chiqadigan fasllik jurnal bo'lib, bu jurnal Shvetsariya, Germaniya, Avstriya qatorliq nemis tilini ishlatadigan davlatlarga tarqaladi. Shvetsariya Uyg'ur jamiyatining kuch chiqarishi bilan bu jurnalda Shvetsariya Uyg'ur jamiyati uchun maxsus bir sahifa ajratilgan bo'lib, hozirgacha bu jurnalda Dunyo Uyg'ur qurultiyi uchur axborot markazining muavin mudiri Habibullah Izchi tarafidan tayyorlangan Sharq Turkiston, Xitoyning Sharq Turkistondagi nazorat sistemasi, 5 iyul Urumchi qirg'inchiligi, 5 fevral G'ulji qirg'inchiligi,
Barin inqilobi, yakan Elishqi qatliamı, Sharq Turkistondagi reallik qatorliq temalarda maqolalar e'lon qilinib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosati, tajovuzchiligi va Sharq Turkistonni mustamlik qilib olish jarayoni, vatanimizda yuz bergan cho'ng qirg'inchiliklar nemis tilida so'zlashadigan xalqlarga tonishtirilgan edi. Bu qitimqi Dunyo Uyg'ur qurultiyi ekologiya komitetining e'lon qilgan bu maqolasida Xitoyning Sharq Turkistondagi nopus tangponligini ig'ir darajada buzib, buni qirg'inchilikqa yuzlandirishi, Xitoyning Uyg'ur erlarini turma va lagerlarga solab qirg'in qilib, Uyg'ur xonim qizlarini va farzandlarini assimilyatsiya qilishning nishoni qilib olishi tafsili yo'ritib berilgan. Merkezi Türkiye'deki Dünya Uyghur Qurultiyi vaqfisi 2025 yılı 11 ayının 15 günü saylam ötküzüp, mezkur vaqfining yangi navbatlik reis ve icraya reislerini saylab çıqqan. 15 noyabr ötküzilgen Dünya Uyghur Qurultiyi vaqfisining heyet a'zolari yig'inida saylam ilib berilib, Qurultayning bayonotchisi Professor Erkin Ahmet Efendi mezkur vaqfining reisligiga, Dünya Uyghur Qurultiyining muavin reisi Abdurashid Abdulhamid Efendi mezkur vaqfining icraya reisligiga saylangan. Bu munosabat bilan Dünya Uyg'ur Qurultiyining reisi Turg'unjon Aloviddin Efendi Qurultay vaqfisining yangi navbatlik reislarini qizg'in tabriklash bilan birga Abdurashid Abdulhamid Efendining hozirgi kelgicha Dünya Uyg'ur Qurultiyi vaqfisining reisligini o'tash jarayonida olib borgan xizmatlari uchun minnatdorligini bildirib, yangi navbatlik reislarning xizmatiga utuq va natijalar tilaydiganligini bildirdi. Türkiye matbuotlarining 22 noyabrdagi xabarida İstanbul saqchilari Xitoy jinoyatchilarining xalqaro qochoqchilik torini tarmar qilgan. Xabarda bildirilishicha, İstanbul saqchi idorasi ko'chmanlar va qochoqchilikqa qarshi turish tarmoqi xatarlik yuklarni tekshirayotganda yuk taq ichidan gumonliq pasport yoshirilganligi bayqalgan bo'lib, tekshirishlar natijasida pasportlarning saxt ekanligi va shuningga o'xshash usullar bilan tayyorlangan nurg'un hujjatlarning boshqa yuk orolmalarga yoshirilganligi oshkorlangan. Bu vaqada jinoyatchi Xitoylarni Turkiya orqali Amerikaga yetkazadigan Xitoy tarafidan boshqariladigan bir qochish to'ri tashkiloti oshkorlangan. Bu tashkilot har bir odam uchun $10,000 haq bilan jinoyatchi Xitoylarni Istanbulga ilib kelib, ondan saxt hujjatlar orqali boshqa davlatlarga yo'lga soldiganligi aniqlangan bo'lib, bu qochoqchilar tashkilotini tekshirganda turk tatliq yemekliklari, posilkalar va hatto suv stakanlariga yoshirilgan nurg'un saxt hujjatlar qo'lga tushirilgan. Saqchilar bu yüklərinin mənbəsini tekshirish orqali yükni ilib mangan to'shg'ichi Muhammad Ali Qudrat ismli bireylarni qo'lga olgan va uni so'roq qilganda u yükni Istanbulning Arnavutköy noyisiga yaqin bir Xitoy er-xotindan topshirib olganligini bildirgan. Saqchilar buningga asosan Arnavutköydagi belgilangan rayonning atrofini qurshab tekshirish jarayonida Xitoy tarafidan boshqariladigan bir xalqaro qochoqchilik tashkilotini fosh qilib, 15 Xitoy fuqarosini qo'lga olgan va naq maydondan saxta deb qaralgan 27 kimlik kartasi va 58 pasport musodir qilingan. Tekshirish jarayonida bu qochoqchilik tashkilotining jazoga tortilish xavfi yuqori bo'lgan Xitoylar yoki g'arb davlatlarga viza olmagan Xitoy fuqarolarini har bir odam uchun $10,000 ga Istanbulga akildiganligini, Istanbulda saxta hujjatlar yasab, bu Xitoy qochqinlarini asli pasportlari bilan Ispaniyaning Madrid shahriga yetkazganligi, ondan u yerda Xitoy pasporti va hujjatlarini tashlab etib, saxta pasportlar bilan Meksikaga ilib bordiganligini, oxirida Meksikadan Amerikaga piyoda o'tkazilganligi bayqalgan bo'lib, navbatda bu tashkilotning Turkiya va Yevropadagi shaykalari jiddiy tekshirilmoqda ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.